kadın hakları derneği faolları bilan bugun Kartal Adliya saroyiga keldik. İki O'zbek vatandoshimiz Durdona Hakimova va Sayora Ergashaliyevalarning jinoyat dosyasi bugun vahshiylarcha qatl etilgan qizlarimizning dosyalarini ta'qib qilish uchun, nazoratga olish uchun keldik. Biz bu jinoyatni adolatli ravishda qozonishga ishonamiz va barchasini oxirigacha olib borishga ishonamiz. Va birgalikda shu yerda opamizga yordam bo'lsin deb ayollar, o'zbek ayollar keldik va doimo o'zbek ayollarning orqasidamiz va yonidamiz. Adolat yerini topishiga ishonamiz. Bugün hem Sayora hem de Durdane için buradayız. İkisinin de vahşice katledilmesi, yaşam haklarının elinden alınması canı gönülden içimizi derbeder etti. Biz bugün Suç Ceza Hakimliği'nde ifadeleri için buraya geldik. Ancak sürecin sonuna kadar da takipçisi olacağız. Vallahi ne yapayım, Qotillarga eng og'ir jazo berishinglarni so'rayman. Eng og'ir jazo berilsin. Biz ham shuni so'rab qolamiz. Ayol sifatida biz buni haq etmadik. Adolat qaror topishiga ishonamiz. Va bu deloni oxirigacha nazorat qilamiz. Onasi zo'r oyoqda turibdi. Na kechirim so'raldi, na telefon qilindi. Oila tarafdan biz shikoyatchimiz hammamiz. Durdona Hakimova va Sayora Ergashaliyevalarni vahshiylarcha o'ldirgan shaxslar